Siz nechi pul edi? 50 ming. Amaki, g'alati emasmi? 50 ming ham ko'rsatadimi? 50 qo'yib rost gapirtiradi bolam. Assalomu alaykum. Farzandim mazasi shunda Yunusobod tashlab qo'y, 10 ming so'm pulim bor aka. Aka, men qurtizdan bitta ishim maylimi? Farzandingizni rostdan mazasi yo'q bo'lsa, doktorlarim bor tanish. Qaratib qo'y, yo 1-2 so'm pul beraymi? Yo'q, aka, hammasi joyida. Prosta odamlarni loq qilish oson bo'lib qoldi-da, mana shunaqa desam ishonyapti odamlar. Ey, men qara. Tish. O'rtoq, seni ko'rganim yaxshi bo'ldi bori. Chin o'rtoqim seni o'rtoq. 2 million pul kerak bo'ldi. Xutingdan bitta o'rtoq. Bergin aka bilan. Bo'plar o'rtoq, iltimos qilib. O'rtoq, mana 2 million tez orada qilib berarsan, ha, o'rtoq? O'rtoq. To'g'ri desam, niyat uchirib yuborish, to'g'risi. Boysan, senga bilinmaydi 2 milliondan. Faqat noto'g'ri tushunaman, mana. Voy, qurtmi? Adasi, men sizga qo'ygan qurtizasi shirin ekan, yana olib keling shundan. Menga qara. Qurtni qo'yib turgan, kecha bergan 200 dollarim borlarni keltirib chiqdingmi? Voy, adasi, sizni aldab pul oldim-ku. Bergan pulingizga uzib olganman. O'tgan yil kiyimini ham kiyaveradi bolalar bu yil. Qurt topib kelib yaxshi qilsan, bolam. Nima gaping bor edi menda? Kecha doriga pul oldingiz, pulingiz yetdimi? Bo'lmasa 1-2 so'm pul beraymi demoqchi edim. Ha, u pulni gapirdingmi? Men u pulni seningga bermadim, seni aldavdim. Hayotimiz shu darajada yolg'on bilan iborat bo'lib qoldimi? Bitta tafakkur qiling-da. Video yoqqan bo'lsa, like bosib tarqatib, podpiska bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Rahmat.